Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Ko'nglingiz yaxshimisiz? Alaykum assalom. Hashamat, o'z yaxshimisiz? Aka, bir savol bor edi. Agar hozir sinfda edikda unaqa videoni saqlanib qilib Ovoz tushunarsiz kelyapti aka. Alo, ishlayaptimi endi aka? Endi gapiravering. Bu darslikda anavi qilib nima edi, zapis qilib keyin gruppaga ham tashlab qo'yasizlarmi deb so'rayapman. Bo'ldi, zapis ketyapti hozir. Dars tashlab qo'yamiz. Hop. Darsni boshlasak. Hammaga eshitilyaptimi? Ko'rinyaptimi ekran? Ko'rinyapti, yaxshi. Hop. Yaxshi ko'rinyapti ovozi ham. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ilm hammamizga foydali bo'lsin. Bozorda ko'pchilik market strukturaga e'tibor bermaydi, time frame'larga e'tibor bermaydi. E'tibor bersa ham market strukturani bilaman degan taqdirda ham ko'pchilikda xato bo'lyapti. Market struktura qaysi time frame'ga tegishli bo'lishini ko'pchilik bilmayapti. Balki bilar, balki to'g'ri ishlata olmas. Shu narsani hozir birinchi o'rinda bozorda yurishi, yo'nalishi asosan ikki xil, pastga va tepaga. Ozgina sideway bo'lishi bor. Bu bilan uchinchi ko'rinishi, lekin bu juda muhim emas. Asosiysi market strukturani qaysi tomonga ketayotganligini aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, bizda market struktura mana hozir downtrend ko'rsatsam, bu idealning holati tushuntirishlik uchun, nazariy uchun. Xo'p, bizda birinchi o'rinda market yo'nalishini, razvorotini bilib olishimiz kerak. Bozor tepaga qarab chiqib ketayotganda, ya'ni high low bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi. Bozor qachon market struktura, marketni o'zgartiradi, yo'nalishini o'zgartiradi. Ya'ni oxirgi high low'ni buzish kerak. Doim oxirgi high low'ni buzish kerak. Mana shu holatda. Shunda bizda market struktura o'zgaradi. Ya'ni high low, low, oxirgi high low'da bu yerda market struktura, ya'ni harakat pastga buzib qo'ydi. Uptrend tugadi. Ya'ni bu downtrend, ya'ni pasayib boruvchi trend. Bu tomoniga low high, low high, low high. Xo'p, biz buni oddiyroq, soddaroq tushunishlik uchun downtrendni V harfiga o'xshatganmiz. Mana hamma biladi V ni. Ya'ni bu yerda qanaqa holat chiqdi-da, bu yerda V buzdi. Mana shu V, mana hamma biladigan V harfi, shu V ni buzdimi, trend doim orqaga qaytish qiladi. Ya'ni biz buni hozir perlow'dan buy, high'dan sell, ya'ni shu darsni ham hozir xudo o'tamiz. Xo'p, downtrend bo'yicha sizlarda qanaqadir savol bormi high low haqida yoki sizlarda qanaqadir savol bormi? Hamma tushunadi bu darsda. High low bilasizlar, high bu baland, low bu past. High'dan baland bo'lib ketsa high, balanddan baland degani. Pastda yorib o'tib qo'ysa bu low, lowni yana yorib qo'ysa low, ya'ni pastdan past degani. Pastga davom etib ketayotganda trendimiz low high, tepasi low high, pasti low high, low bo'ladi. Mana shu downtrend, ya'ni V ni buzilishligi. Endi biz buni
grafikda ko'rib chiqamiz. Hozir hamma tushungan bo'lsa, endi uptrendni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni uptrend xuddi shuni teskarisi, ya'ni market struktura buziladi. Ya'ni endi buni A harfiga o'xshatganmiz. Mana A harfi buziladi, tepaga trend o'zini yo'nalishini o'zgartiradi. Ya'ni pastga kelayotgan trend mana shu joyga ulab tushuntiray. Low high, low high. Oxirgi harakat, oxirgi low high'ni market struktura tepaga buzib qo'ydi. Mana shu oxirgi low high. Trend tepaga o'zgardi. Ya'ni bu yerda A buzilyapti. Trend orqaga qaytish qiladi. Har doim qaytish qiladi. Bu yerda idealni ko'rsatyapman. Может bu tepaga chiqib aylanib kelishi ham mumkin. Ba'zida to'g'ri kelishi ham mumkin. Shu holatda keladi. Xo'p, mana shu bizda uptrend. Ya'ni A da buzilishligi bizda uptrend. Xo'p. High. Endi bu yerda low high, low. Endi bu yerda nima bo'ldi? High ni buzib qo'ydi oxirgi. Low high'ni bu harakat buzib qo'ydi. Bizda yangi trend, ya'ni uptrend boshlandi. High low, high low. Bu oddiy nazariy uchun tushuncha berildi. Xo'p. Kimda qanaqa savol bor shu holatda? Uptrendda, downtrendda. Savolinglar bo'lsa beringlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Menda savol bor. Qanaqa savollar? Shu yerda lower high deyapsiz-ku, boyagi grafik bo'yicha. Lower high'ni buzdi, ana uptrendga o'zgardi, trend. Hop. Shu lower high'ligini qayerdan bilamiz? Balkim u tepadagi lower high bo'lgandir. Balkim bu endi bizda ko'p savol, shunaqangi savol bo'lyapti. Lower high bo'lish uchun nima bo'lish kerak o'zi shu yerda? Low high bo'lishi uchun trend doim bitta oldingi lowni buzish kerak. Mana buni. Buni buzsa mana davom etyapti deylik, low high. Mana bu oxirgi low, deylik bozor yo'q deydi. Mana shu harakat kelib buni tanasi bilan urib yopilsa, ya'ni bozorda tabiiy bu svetida soyasi bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Bu yerda soyasi bo'ladi. Mana shu qaytib kelayotgan trend buni tanasi bilan yorib o'tib ketish kerak. Switch ko'rinishda bo'ladi-yu. Shunda bizda low bo'ladi. Ikkinchi qaytishi mana bu tepasi low high paydo bo'ladi. Mana shu downtrendga. Hop. Lower high bo'lish uchun endi shu lower high'ligini isbotlash uchun endi shu yerda SBR qilgan bo'lish kerak. SBR zonaga qaytib kelish kerakmi? SBR zonaga qaytib kelish kerak, lekin SBR zonadan ko'pchilik SNR bo'yicha shunaqa tushuncha bo'lyapti. SBR zonadan sell olamiz. Ya'ni xuddi shu zonadan birinchi kelib urganda sell olamiz. Bu xato. SBR ham, RBS ham nima uchun kerak? Bozorda yo'nalishini aniqlash uchun kerak. Tushunyapsizmi? Bu low high bo'lgandan keyin bu SBR zona bo'ladi, tabiiy. Lekin bu shundoq qilib eng tepasigacha chiqib turib qaytib tushishi ham mumkin. Chunki bu yo'nalishda bildiradi xolos. Bu direction olish SNRda. SNRda qoidalari ham bor. Xolislar qoidalarni tashlab qo'yamiz. Hech qachon SNR zonalarida, ya'ni SNR zonalarida zega ochilmaydi. Ya'ni resistent bo'ladimi, support bo'ladimi? Hani birinchi teginishda zega ochilmaydi. Ya'ni bu yerda mana SBR tortdim daily'da. SNRda katta time frame'da aniqlanadi. Tortdimda, lekin mana shu zonaga kelganda dabdurustdan zega ochib yubordi. Bu yerda SNR, ya'ni SBR bo'lganda, mana shu zonaga kelganda market struktura mana katta daily'da deylik shuni buzdimi pastga, to'g'rimi? SBR qilgani market strukturani bu chiqqanda mana shu o'zi kontrolli time frame H4 bo'ladi, daily bo'lsa,
H4'da markaz strukturasini buzib berish kerak. Ya'ni markaz struktura buzildi degani bu SBR bo'ldi degani. Ikkovsi bir-biriga o'ta yaqin narsa. Shunaqa narsa. Hozir SBR kelib urib berishi ko'proq shu kelib uradi V'ga. Lekin bunda Z'ga ochish zonasi emas. V shakllantiradi doim. Bitta, ya'ni parallel deb tushuntiramiz. Hozir bitta parallel bo'ldimi? Ya'ni bu yerda daily buzdi deylik bozorda. Parallel bo'ladi. Mana hammasiga olib qo'yib qo'yaylik. Parallel bo'ladi. Bozor shu yerda H4 bilan biz doim paralleldan buy'ni ham olamiz. Ya'ni qanaqa holat qilish kerak bu yerdan tushdi H4 da faraz qilaylik mana markaz strukturasini buzadi. Mana shu holat buzadi. Biz bu joyidan mana shu SVR deb belgilab qo'ygan joyimiz bu direction, to'g'rimi? Biz bu zonagacha mana bu markaz strukturani buzgandan keyin biz buy'ga qarab ishlab ketamiz. Mana shu zona directionimizni olgandan keyin to bu ham qachon bu buy'imiz qayergacha ishlaydi? Yani xudo xohlasa uni bezod dars davomida tushuntirib o'tib ketadi. Shu V zonaga bordimi? Deylik, mana shu V zonaga, balki bu resistance zonaga. Bu trend o'zida bitta markaz strukturani yangilashi shart. Mana shu holat. Katta harakatda nima bo'lgan bo'lsa, kichkina harakatda ham shu narsa. Buni bilmaymiz, bu yerda bo'ladimi? Balki bu yerda bo'ladimi? Marketni buzmagungacha siz mana bu biz mana bu markaz strukturani buzganiga qarab buy'imizni ishlab ketamiz. Baribir trend o'zida bitta yangilab bermagungacha bu pastga tushmaydi. Xo'p. Yana tushuntira oldimmi? Tushundingizmi? Ha, tushundim. Xo'p, kimda qanaqa savol bor? Savol bo'lsa beringlar. Xo'p. Endi biz qaysi time frame'da qaysi markaz strukturani olishni ham bilishimiz kerak. Markaz struktura ko'ringanda bizga qaysi time frame'da ko'rinyapti? Shuni ham aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni bu yerda mana hozir tushuntiraman, xudo xolasa time frame'larni. Agar savolinglar bo'lsa, o'ylab tayyorlab tursanglar, shunga bir yo'la javob berib o'tib ketaman. Buni chizishimdan maqsad hozir grafikni ko'rsataman, shuni birinchi nazariyasini tushuntirish uchun chizyapman. Shundan harakat qilaylik. Bizga mana bu harakatlar, ya'ni low, high, mana lower low, high high faraz qilaylik. Bu 1 soatlik time frame'dagi market struktura. 1 soatlik time frame'dagi shuni yaxshilab tushunib olaylik. Mana shu ko'rinishi, mana shu harakatlar, aniq cho'qqilar bizga 1 soatlik. Endi mana bular qaysi time frame'da desak, bular H4 da o'zidan bitta katta time frame'da markaz strukturasi. Xo'p, bu yerda low, bu yerda high, H4 dagi high low, high high, high low, high high. Bu yerda oxirgi high low'imiz bor. Xo'p. H4 bildirish uchun biz yana boshqa rangdan foydalanib chizib olamiz. Mana bu H4.
high high low, high low. Endi bu H4 ko'rinishi mana e'tibor beryapsizlar, mana ichidagi H1 da markaz strukturasi. Mana bu asosiysi o'zidan bitta katta ta'rif berayim, H4 Endi dailyda buni ko'rinishi qanday bo'ladi? Buni ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'lib qoladi. Low, high dailyda. Xo'p, endi biz buni grafikda ko'rib chiqamiz. Birinchi biz dailyda high low'imizni aniqlab olamiz. Xo'p. E'tibor berasizlar, mana bu high'da bu high to'liq tanasi bilan yorgan bo'lishi shart. Markaz strukturaning qoidasi. Xo'p. Mana bu high, mana bu low, high, high low. Xo'p. Bizda mana bu bitta harakat mana. Mana bu ko'rinayotganlari H4 markaz struktura hisoblanadi mana ular. Daily hisoblanmaydi. Bizda aniq katta harakatlar mana. Dailyda high, low, high low. Sizlarni hozir mana shu uptrend bilan downtrendni hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bu ko'rinishni bilishlik uchun birinchi bitta harakat qilib olamiz. Dailyda uptrendni dailyda pastga tushib bergan holati. Bu dailyda bitta ko'rinish. Endi biz shuni aniqlashimiz uchun doim dailyda controlning time frame bor. Dailyda control time frame H4. H4da control time frame bu H1. Shuni biz ajratib olishimiz kerak. Qaysi markaz struktura qaysi time frame ga tegishli? Mana shu holat daily. Mana bu ichidagi kichkina harakatlar bular H4. H4 ga tegishli. Xo'p. Mana oxirgi bizda high, low high mana. Oxirgi low high. Markaz struktura shu yerdan buzilyapti. Mana endi sizlarga savol. Markaz struktura endi ko'rindimi mana H4 da? Harakati ko'rinyaptimi? Dailyda kichkina harakatlar. Mana H4 da bu ko'rinish markaz struktura. Endi H4 da ham kichkinagina harakatlar ko'ryapsizlar, mana bular. Bular H1dagi kontrol H1 da bo'ladi buning ichi. Xo'p, bizda markaz struktura qayerda o'zgaryapti? Low high, low, high. Asosiy markaz struktura, ya'ni pastga tushib kelayotgan markaz strukturani bu tanasi bilan buzyapti. Tushunarli-a? Mana bu bizga H4 da markaz strukturasini bildiradi. Mana low high, mana shu harakat buzyapti. Mana ular bizda H1 ga kiradi. Mana high low, high low, high low, high low, high. Xo'p. Kimda savol bor? Grafik bo'yicha grafikni o'zidan ko'rsatyapman. Tushunmagan joylar bo'lsa, birato'la to'ldirib ketamiz. Hamma tushundimi? Ya'ni H4 ta bo'ldi. Bu H4 da mana bu qora qilib chizib qo'yganim, mana ko'k qilib chizganimiz dailyda markaz strukturasi low, high. Bu nimaga high bo'lyapti? Buni buzganlik uchun. Mana bu ichki holat, mana bu kichkina harakatlar, mana ko'ryapsizlar, drop base, rally bo'lib qoladi. Orada kichkina switcher. Bu qisqa ko'rinishlar, bular hammasi H4 ga bog'liq. H4 markaz strukturasi. Mana bu bitta low bilan bitta high ga tortganimiz mana bu daily markaz struktura. Xo'p.
bizda endi kvadrat qilib olib tushuntiramiz. Qachonki Markov strukturani buzsa, shu joy bizga k level bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda asosiy Markov struktura, pastga kelayotgan Markov struktura bu yerda bizga buzgandan keyin k level bo'lib qoladi bu yer. K level doim butun Markov strukturadan olinadi. Ya'ni bu yer to'la holatda low'ni high to'la holatda oladi. Biz Markov strukturani aniq buzilganligini bilib olishimiz uchun bizga bu yer k level bo'lib qoladi. Xo'p. High low mana bu razvorot bo'lyapti asosiy. Low high bo'ldi. Xo'p, bu H4nikini ham boshqa rangda belgilab qo'ysak. High low, high low, high low, high low, and high. Xo'p, kimda savol bor, kimda tushuncha bo'lmadi? Menda tushuncha bo'lmadi bitta joyda. Bering qayerda? Birinchi high bor-ku. Mana bu. Ha, shu. Shuni qarang. RBS qilgan-ku. Yashil switcha shpilka o'tgan. Xo'p. Shu nima uchun? Ha, shuni o'ng tomoni bor, shuni RBS qilgan bir-ku o'ng tomonda. Mana uni aytasizmi? Ha, shu yer. Nima uchun shu yer high deyilmayapti? Bu o'zidan kichkina time frame'likda H1da nimasi ko'rinishi. Mana hozir shu joylarni ko'rib chiqamiz, mana. RBS bo'lgan. Kichkina harakat bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Kichkina harakat bu. Bu H1diki. Mana xudo olsa hozir H1ga olamiz, ko'ramiz. Mana, endi H1da ko'rindimi Markov struktura sizga? Mana aniq tepaligi bor. Bular H4da Markov struktura bo'la olmaydi. Biz xuddi shu narsani ajratib olishimiz kerak. Bozorda qaysi time frame'da Markov strukturasi bilan ketyapti. Qaysi time frame'ga tegishli bu joy. Qarang, Markov H4da oladigan emas, shpilka bo'lib qolyapti. Uzun shpilka bo'lib. Lekin H1da ko'rsangiz, bu aniq Markov strukturani bildiryapti. Biz hozir shuni ko'rib chiqyapmiz. Xo'p, yana savollar bor? K-level zona deb mana bu low high bilan low olamiz, eng oxiri bilan eng tepasini. Eng oxir bilan eng tepasini olamiz. Chunki bu pastga kelayotgan trendning oxirgi harakatini bu buzib qo'ygandan keyin olamiz. Low high oxirgi bu shu Markov strukturani buzib qo'ydi. Mana bu emas buzgani. Bu H1diki, mana bu harakat, mana low high bu H1da Markov strukturasi. Bizga mana bu asosiysi. Shu narsada biz chalg'ib qolmashimiz kerak, oqsab qolmashimiz kerak. Bozorda analiz qilayotganda biz asosiy Markov strukturani tushunib olishimiz kerak. Xo'p, uptrendda tushuncha bo'ldimi? Ha, bo'ldi, rahmat. Xo'p, endi H1ni ham ko'rib qo'yaylik. H1ga e'tibor bersanglar, mana endi asosiy katta hozirgi H4da ko'rinayotgani, endi H1da ham ko'rinyapti bizga. Low high qilib qo'ydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Tanasi bilan buzdi. Endi bu harakat H1ga tegishli. Bu H1da Markov strukturasi. Mana. High low. Mana bu orasidagi kichkinalar, bular keyingi time frame'dagi M30lik.
Biz mana shu narsani farqlab olishimiz kerak. Market bilan birga ketishligi uchun, bozor bilan birga oqimda ketishligi uchun qaysi time frame'da market strukturasini aniqlab olishimiz kerak. Qaysi time frame'ga tegishli bu. Mana hozir bizda bu yerda H4 da uzun shpik yo'q qoldi. Lekin H1 da aniq mana high low, high low bo'ladi. Mana bu kichkina harakatlar bular M30 ga tegishli. Xo'p, endi bizda downtrendni ko'rib chiqaylik. Mana oxirgi high low. Bizda qayerda buzgan buni soyasiga tashlab qo'yamiz. Mana shu joyda H4 market strukturasini buzib qo'ygan tanasi bilan yog'ib. Xo'p, bizga nimaga bu high bo'lgandan keyin ham biz sellnikini ko'ryapmiz. Doim trend bitta A ni buzgandan keyin, B ni buzgandan keyin mana katta harakat mana daily deb ko'rsatyapman. Mana shunga misol keltiryapman. Bitta A ni buzgandan keyin trend doim orqaga qaytish qiladi. Ya'ni ikkinchi A ni shakllantiradi. Boshida aytib o'tganimdek, mana bu zonani yordida bu orqaga qaytyapti. Hech qachon trend katta harakat bilan tikka bo'lib chiqib keta olmaydi. Hamisha retest beradi. Shu retest berishini biz A harfiga o'xshatganmiz. Mana e'tibor bersanglar, mana A shakllanyapti. Endi buni qaytish zonasi, keladigan zonasi A qayergacha shakllanadi? Buni kelayotgan zonasi qayergacha boradi? Mana shu market struktura. Buni xudo xohlasa keyingi darslarda, dars davomida bezak tushuntirib ketadi. Xo'p, bitta A ni buzgandan keyin bu high hisoblanadi. Tanasi bilan yorib o'tib ketsa, trend tanasi bilan yorib o'tsa, bu high hisoblanadi. Shpilka bilan yorib turib qaytsa, bu ложный пробой hisoblanadi. Ya'ni yolg'on. Ya'ni bu yerda shunaqa bo'lgan. Ложный пробой qilgan. Buni H4 ko'rinishida misol keltiryapman. Orqaga qaytgan keyingi harakatida buni to'liq high qilgan. High, ya'ni A buzilishganda doim biz sellga izlanamiz. Ya'ni katta highni buzib qo'ydi. Narx orqaga qaytadi. Faqat qachon qaytadi? Bu ham market strukturani buzib qo'ygandan keyin bu A shakllanishga, ya'ni qaytadi. Uptrend uchun tepaga buzib bordimi? Endi downtrend uchun ham, ya'ni pastga tushishlik uchun ham pastga buzib berish kerak market strukturani. Xo'p, biz dailyda highni ko'rdik. Mana bu yerda high bilan lowni belgilab olgan edik. Mana high, low, high. Endi bizda dailyda ham, kunlik time frame'da ham tepaga nima qildi? High qildi, tanasi bilan yorib o'tdi. Kunlik time frame'da kontrolni biz H4 dedik, to'g'rimi? H4 dailyda high qildi. H4da oxirgi high, low, high deb belgilab olganmiz. Mana bu tepaga kelayotgan uptrend oxirgi high. Bu highdan keyin bu H4da kontrol qildik. High bo'ldi. Biz mana shu joyda nima qilishimiz kerak? Doim H4dan bitta kichkina time frame buni kontrolni hisoblanadi. Bundan bitta kichkina time frame buni kontrolni hisoblanadi. Ya'ni market strukturasini olsak bo'ladi. Bu yerda H4 oxirgi high-ga breakoutga tashlab qo'ydim. Xo'p, bizda H1da nima bo'ladi bu yerda? Kontrolda oxirgi market strukturani e'tibor bersak, high low mana H1da. High low H1. Bizda bu joyda nima qildi? Market struktura pastga breakout qilib qo'ydi. Bu H4diki, mana uni H4ga tashlaganmiz. Bu yerda H1 bor. H1da oxirgi high lowni breakout qilgandan keyin bizga bu H1 K level bo'lib qoladi. High, low, high. Lower low bo'ldi. Tanasi bilan yordi. Mana shu zona bizga K level bo'lib qoladi.
birinchi markaz struktura buzilgan joy. Tushunarlimi? Hammaga tushuncha bo'lyaptimi? Tushunmasanglar savol beringlar. Hop. Komiljon aka, hozir mana shu kelaverdi boshqatdan bir tushuntirib yuborasizmi? H1da kelaverib qo'yishdi. Perixayda tushundingiz-a, deylik zonada mana resistent zonani ya'ni buzib qo'ydi, perixay qilib qo'ydi. Deylik zonada kontrol H4 bo'ladi. H4 bo'ladi. H4 ni biz belgilab olganmiz. High low, high deb. Deylikda perixay qildi, ya'ni tepaga buzib qo'ydi A zonani. Endi perixaydan keyin biz seleksiyon istaymiz. H4 kontroli H4 dan keyin H1 kontrolga olamiz. Mana bu H4. Deylik perixay qildi. Endi biz H1 da olsak, oxirgi high low ni ichida aniqlab olamiz. Mana e'tibor bersanglar, mana low low, low high, low low, mana shu harakat buni tanasi bilan buzib qo'ydi tepaga, uptrend bo'ldi. Oxirgi high low H1 da oxirgi high low, mana shu markaz struktura. Mana ularni olmaymiz. Mana uni S1 qilib, bu yerda hech qanaqa markaz struktura buzilishi yo'q bu yerda. Mana shu markaz struktura oxirgi high low katta impuls bilan chiqdi. Mana shu high lowni buzib qo'ysa pastga, lower low qilsa, mana ko'ryapsiz. Tepa high bilan pastki lowga biz kvadrat qilib tortamiz. Mana shu zona biz uchun K level hisoblanadi. Markaz struktura buzilgan joy. Bu kontrolnisi. Xo'p. Endi bizda H4 da lower bor, high low bor. U yerda keyin breakout qilib o'tib ketdi. H4 ga o'tamiz. H4 da K levelni olamiz. Markaz struktura H4 ni buzdi. Mana shunda eng pastki low va eng baland high, mana high shu zonaga qarab tortamiz. Mana shu bizga K level zonasi bo'ladi. Ichi markaz struktura, buni ichi H1 kontrolda. H4 ni buzgandan keyin markaz strukturasini H4 ga olib qo'yamiz. Tushunarli-a? Xo'p, kimda savol bor? Savol bo'lsa beringlar. Ikkita tasdiq bo'lish uchun shunday qilindimi hozir? Ikkita tasdiq bo'lish uchun ikkita tasdiq desak ham bo'ladi bu yerda. Birinchi H1 ni buzib berdi. H1 dan kontrolnisidan biz K levelni olib bozorga kira olamiz bu yerdan. Ikkinchisi bu yerda H4 ni buzib berdi. H4 ni high low ni. Bu yerda H1 ni buzib bergan edi. Endi bu H4 ni buzib berdi. H4 ni buzgandan keyin bizga K level zonasi ana shu bo'lib qoladi. Komiljonga savol bor edi. Hop. H1da kelevali chiroyli ishlab bergan ekan hozir. H4da kelevali lekin nima deydi? Olmay ketganda pastga ketib, tepaga olib buzib teskari ishlash mumkinmi kelevali? K level qachonki markaz strukturani buzgandan keyin shu tomonga ishlaydi, lekin buzilgan high low K level bo'lib qoladi doim. Mana bu yerda ham buzilgan high low K level bo'lib qoldi-yu. Birinchisi bu bo'ldi, controlling time frame'da, to'g'rimi? Mana H1diki, H1da buzdi, ishlayapti. Ishlayapsiz. Mana u reaksiya bermadi-yu, mana yetib kelmadi. Xudo xolasa buni shu Fibonacci bilan yetib kelmagan joylarini Fibonacci orqali aniqlaymiz. Xudo xolasa tezroq o'tib beradi. Yetib kelmay qolishi mumkin, lekin uni ham aniqlashimiz Fibonacci bilan bo'ladi. Yetib kelmaganlar. Yo'q, Komiljon aka, hozir H4da kelevel ishladimi hozir? Nima bo'ldi demoqchiman? Shuni aytyapman. H4da markaz struktura buzildi. E'tibor bersangiz, buzildi. Yetib kelmadi. Ishladi bu, ishladi. Bu ishlaydi, buzganligi uchun ishlaydi. Lekin bizga mana yetib kelmaganligini aniqlash uchun bizda Fibonacci bor. Fibonacci bilan shu zonalarda aniqlab olamiz. Yetib kelmay qolishi ham mumkin. Xo'p, Bitta savol beraveray aka.
Buni H1da ko'rdikki, o'shandan kirganimiz ma'qulmidi hozir bozorga yo H4 buzib o'tgandan keyin kirishimiz kerakmidi? Yo'q, biz H1dan kiraveramiz. Controlling time frame H4 controlling time frame H1. H1da biz markaz strukturasini aniq belgilab olishimiz kerak. Oxirgi markaz struktura qayerda bu yerda? Mana high low shu yerda turibdi. To'g'rimi? Shunday. Biz mana shu joydan entry qilamiz. H4ni Ha, buzgandan bo'ldi. keyin yetmay qolsa, shunaqa yetmasdan tushib ketib qolishi mumkin mana bunaqa zonalar. Ularni shu dezot o'tib beradi, Fibonacci orqali biz bu yerdan tasdiqimizni olib kirib ketamiz. Bo'ldi, Bozorga. tushunarli. Hop. Komiljon Mana bu aka, ko'rinish. hozir scalp uchun qanchalar kichinartirsak bo'ladi key levelda, time frame'da pastga? Pastgami? Misol H4dagi H1 bo'lsa, H1dagi M30 shunaqa qilib kichattirib ketsangiz bo'ladi, markaz struktura bo'yicha. Shu Xudo xohlasa. 15 minutlik, 5 minutlikda ishlasa bo'ladi demoqchiman. 15 minutlik, 5 minutlikda ham ishlasangiz bo'ladi. Siz asosiy yo'nalishni katta time framedan olib olishingiz kerak bo'ladi. Uptrend, downtrendni bilib olsa bo'ldi. Shuni bilishingiz kerak. Misol uchun peri high bo'ldi, mana shu joyda, to'g'rimi? Peri high bo'ldi, katta zonani urib qo'ydi. Peri high bo'ldi, tepaga high low bo'ldi, high low bo'ldi. Siz bu yerga kelganda, misol uchun bayn emas, siz tepadan sellni ishlashingiz kerak. Chunki bu baribir bitta A'ni buzgandan keyin, peri highdan keyin bu orqaga qaytadi. Shuni multi time frame orqali markaz strukturani aniqlab, siz bu yerdan ishlatishingiz mumkin M15 ga ham. Faqat marketni to'g'ri aniqlab olishingiz kerak. Mana ular H4da ko'rinishi, markaz strukturasi. Mana lower low, low high, lower low, low high, lower low. Mana oxirgi low high. E'tibor bersanglar, bunga ham mana shu key level bo'lib qoldi, lekin retest bermadi. Shunda mana bu RBS, ya'ni high bo'lgan zonadagi birinchi olgan key levelimiz ishlab beradi. Mana shunday bo'ldi. Buni ishlab berishiga ham, mana shu joyda aniq ishlab berishiga ham shu Fibonacci orqali o'zini urinlari bor, shu yerda aniqlaymiz. Bu joy yana mana bu H4 ko'rinish bo'lsa, H1 bilan kontrol bayga chiqib ketadi bu yerda. Xo'p. Kimda qanaqa savol bor? Savollar bo'lsa beringlar. Tushunmagan joylar bo'lsa aytinglar. Mana bu H4 bo'ldi. Xo'p. Hamma tushundi? Tushunarli. Davom ettiring. Bitta H4 buzdi deyapsiz-ku. Tushunmadim. Burada sizdingiz hozir belgilar H4 dedingiz. Mana shuni keyin impulsni ketib qoldi teparoqqa. Teparoqqa ketib qoldi. O'shani Bizda mana belgilasa bu yetib kelmadi. mana shu yerda belgilasa Yetib kelmadi. Bu yerda high bu yerda buni yangilab qo'ydi. Bizda bu yerda oxirgi key levelimiz birinchi pastga tushib ketayotganda key level oldik-ku. hop. Shu ishlab beradi. Bunga retest bera olmasa, mana shu ishlab beradi. Lekin buni bitta buni o'ziga tayanib qolmaymiz. Xudo xolasa, shu Fibonacci orqali buni urinlari bor. Hozir level Boshlab beramiz. ishda bo'ladi o'sha yerda key level hozir. Tushunmadim. Ishda bo'lib qolyapti key level deyman. Mana shu yerda H4da impulsni mana impulsni buzib o'tdi. Mana shu yerda impulsni buzib o'tgandan keyin bunaqa katta impulslardan keyin bozor bu yergacha kuchi yetmashi mumkin. Mana uni o'ziga reaksiya beraveradi. Ovozingiz uzilib kelyapti. Atgan key levelni olamizmi demoqchiman, o'z tomonidan ham pastini. Pastmi? Ovozingiz uzilib kelyapti, tushunmay qolyapti.
o'sha mana shu kasbda key level qila olamizmi demoqchiman kasbda. Bitta Key bo'lyapti level key qila level olamiz. misol. Ha, qarab turing. Men ovozim sizga yaxshi boryaptimi? Mana u hayda bu tanasi bilan yangilab qo'ydi. Ha? Bu yerda katta impuls bo'lib ketib qoldi. Bu holatlarda katta impulslarda mana shuni key leveldan qaytib yuboradi. Bu key levelni olamiz. Buni yana mana shu joydan qaytishlik uchun bitta shu key levelni o'ziga suyanib qolmaymiz. Bu yerda yana instrument bor, ishlatamiz. Multi time frame bilan bayga chiqib ketadi. Mana u key level, ya'ni bu yerda buni ham davomligi bor. Nimaga bu yerdan qaytib yubordi? Bunga ham xudo xohlasa shu dars davomida javob beramiz. O'tib beramiz buni. Ya'ni H4da parallel bo'ldi. Buni o'zini zonasi bor, urini bor. Shu kelganda bu yerda H1 orqali kontrolli time frame orqali bu yerdan bay olib chiqib ketiladi. Xo'p. Tushuntira oldimmi? Ha, tushundim. Xo'p, kimda savol bor? Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Zaps bo'lyapti aka, tashlab beramiz. Xo'p. Sizlarga zadaniya nima bo'ladi? Mana uni ko'rdik. Darsni yana qayta ko'rsanglar bo'ladi. Markaz struktura qaysi time frame'ga tegishliligini biz aniqlashimiz kerak. Daily'da low bilan high'ni belgilaymiz. Low, high, low. H4da markaz strukturani aniqlaymiz. Qayerda bu buzilyapti markaz struktura? Ya'ni oxirgi low, high, oxirgi high, low qaysi? Oxirgi high low'ni buzganini belgilaymiz. Mana shu zona bizga key level bo'lib qoladi. Mana bu key level bu bo'lib qoldi. Pastda bu. Mana oxirgi low high'ni buzdi. High qilib qo'ydi. Bizga key level zona bo'ldi. Oxirgi high low'ni buzdi. Tagi qismini tanasi bilan buzish kerak. Bu bizga key level bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib daily bilan H4da biz zonalarda markaz strukturani buzganligini aniqlashimiz kerak. Xo'p, sizlar ham misol uchun dailyda bitta belgilab mana shu harakat bitta dailyda belgiladik. Dailyda belgilaysizlar, low, high, low qilib belgilaysizlar. Mana shu time frame'ni bitta kichaytirib H4da H4 markaz strukturasini belgilab chiqasizlar. Xohlasanglar mana shunaqa tumaloq shaklda high, low, highni belgilaysizlar. Biz tushunib olaveramiz. Olinglar, bunaqa kvadrat qilib olsanglar ham bo'ladi. Mana H4 bu holat. Mana buni oxirgisini olganmiz. Mana H4da markaz strukturasi low'ni high'ga qo'yib qo'yamiz, oxirgilar. Mana shu H4 markaz struktura. Xo'p. Shu qiladigan zadaniyamiz tushunarli bo'ldimi? Markaz strukturaga tushundinglarmi? Tushunarli. Tushunmaganlar bo'lsa, yozinglar. Lekin hozir savolinglar bo'lsa beringlar, hijolat bo'lmanglar. Kimdir uyatadi, kimdir tortinadi. Kamoljon aka, boricha beringlar. Aka. hozir mana key levelga zona belgilayapmiz-ku. Hop. Oxirgi razvorat bo'lgan joyga minimum maksimumga olyapmiz. Savolim nimada? Shpilkasi uzun bo'lsa, yonidagi kalta shpilkadan tortamizmi demoqchi edim. Mana shu low high'da qaysi shpilka uzun bo'lsa shungacha olib borasiz. Shu zonani mana u tanasi bilan buzgan bo'lish kerak. Qancha uzun bo'lsa ham shpilka. Tushunarli, rahmat. Agar mana siz aytgan narsa mana shu yonidagi uzun mana shu uzun. Mana shuni buzish kerak tanasi bilan. Shundan belgilaymiz. Ana liniya bilan ko'rsa aniqroq chiqar ekanda bu.
Yo'q, liniya bilan emas. Hozir soyasi bilan ko'rishingiz kerak buni. Soyasini buzib o'tish kerak tanasi bilan. Soyasini buzib o'tmasa tanasi bilan marka struktura buzilgan hisoblanmaydi. U ложный proboy bo'lib qaytib tushib ketib qoladi yani. Ha, tushunarli. Hop, dars zapis bo'ldi. Xudo xolasa tashlab beraman. Tushunmaganlar qayta ko'rsin. Savollar bo'lsa yozaverasizlar. Imkon boricha javob beramiz, xudo xolasa. Keyin market strukturani qoidasi bor dedingiz, shuni ham tashlab berasiz aka. Bir ko'rib olardik-da. U SNRga ham bog'liq. Hozir SNR o'tmadim. SNR bilan nimasi bir-biriga yaqin. Tashlab qo'yaman. Xudo xolasa. Hop, rahmat. Hop. Boshqa savollar bormi? Savollar yo'q. Darsga tushundinglarmi? Ha, rahmat, tushundik. O'zimizcha ishlab ko'rib tashlaymiz-da. Bo'ldi. Tashlaysizlar, ko'ramiz. Xatolari bo'lsa to'g'rilaymiz. Bo'ldi, tushunarli aka. Keyingi dars qachon bo'ladi? Shuni aniqlashtirsangiz.